Chempionlar Ligasi ikkinchi turning markaziy to'qnashuvida kutilmaganda Barselona uyda PSJga mag'lub bo'lyapti. Kim uchundir kutilmagan, kim uchundir kutilgan natija bo'lishi mumkin. Shaxsan men uchun kutilmagan natija bo'ldi. Chunki PSJda yo'qotishlar ko'p edi. Hujum chizig'i butkul ikkinchi tarkib bilan o'ynadi. Dembele, Doué, Kvaratskhelia bu o'yinda qatnashmadi, ammo mana shunday yo'qotishlar bilan ham PSG g'alaba qozonib ketyapti do'stlar. 70-daqiqada Flick Pedrini almashtirganidan keyin bo'ldi. Bu o'yin boy berildi. Keyingi o'yinlarni o'ylashni boshladi. Flick Nuno Mendes bu safar ham Lamine Yamalni yo'q qilib tashlayapti. Lamine Yamalning darajasini bilamiz. O'tgan mavsum ajoyib o'yin namoyish qilgan, Salahni to'xtatgan, Lamine Yamalni to'xtatgan Nuno Mendes bu safar ham o'z ishini a'lo darajada bajarib beryapti do'stlar. O'yin avvalida bir marotaba Lamine bu to'siqdan o'ta oldi, keyin esa eshiklar yopildi do'stlar. Bir savol qolib ketgan do'stlar men uchun, o'tgan mavsum Barselona Inter to'sig'idan o'ta olganda finalda nima bo'lishi mumkin edi? Mana bu o'yindan keyin qisman javoblar bor va PSG baribir bosh sovringa haqli ekanligini, haqli tarzda Dembele oltin to'pni qo'lga kiritganligi oydinlashyapti do'stlar.